Pah, maktabdagi saboqdoshlarimning ko'zidan o't chiqarib etmasam, ular Alining qaltis bir aeroplani bor ekan deyishib qolsin. Ali, endi mushinchilik o'ynab olganing yetar. Aeroplanimni xil uzun o'ynab olding. Endi men qaytirib ber. O'yinsam nima bo'pti? Nima qilay deysan? Mening bu aeroplanni o'ynag'im bor, bildingmi? Qarag'ina, nima degan pez aeroplan bu? Sen vaqtingni o'ynash bilan o'tkazamsan? Vaqtning qadrini bilmaydiganlar bilan faqat xo'shim yo'q. Nima deyapsan? Vaqtni qadrlamaganlar bilan nemishga xo'shing yo'q? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ali, aeroplanimni qaytirib ber. Demak, men vaqtning qiymatini bilmaydi ekanman, ha? Vaqtimning ko'p qismini o'ynab o'tkazdi ekanman-da. Aeroplanni solib bermayman. Yomon bo'lsang, erib baqini qini. Sen bilan jiddalashma, o'g'lim. Buva, bayatdan ishlagan topshiriqimni Ali elib oldi. O'g'lim, bo'ldi bas. Singlimning narsasini qaytirib ber. Qo'lingdagi nima u, Fatima? Ko'r paqay. Obdan sizibsan. Buni qanday o'ylab topgansan, Fatima? Buva, bugun muallim bizga vaqtning intayin qimmatli ekanligi haqida so'zlab berdi. Fatima, rost gap qilyapsan? Shundaqmi? Albatta, o'g'lim. Alloh vaqtni kecha kunduz, atlagan oqshom qatorliq parchalarga ayirgan. Dinimiz bizni bu vaqtlardan obdan foydalanish, hammani o'yin tomosha bilan isrof qilmaslikka buyurgan. Shunga vaqtdan har doim yaxshi foydalanishimiz kerak. Vaqtimizni nimaga ishlatganligimiz to'g'risida qiyomat kuni bizdan hisob ilinamda? Albatta. Alloh qiyomat kuni bizdan vaqtimizni nimaga ishlatganligimizni so'raydi. Allohning har bir bandasi tövandagi 4 savoldan qocholmaydi. Birinchisi umrini nimaga sarf qilganligidan, ikkinchisi yoshlik mezgilida nima ishlarni qilganligidan, uchinchisi mol dunyoni haloldan tepib topmaganligi va nimaga xarjlaganligidan, to'rtinchisi Alloh bergan ilm bilimni nimaga ishlatganligidan. Bularni bilish hammamiz uchun bak muhim. Buva, endi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hayoti to'g'risidagi voqelikni davomlashtiraylik-chi? Bova shunday qilayli. Payg'ambarimiz Makkadan chiqdimi? Mushriklar uniga yetishib oldimi? Davomini deb bering-a? Deb bering-chi, buva. Ey Muhammad, qo'limizdan qochib qutulamaysan. Yo'l boshlig'uchi, qani aytqina, g'arb tarafga nimishqa bunchalar ishkirlab boramiz? Chunki ularning iziga qarab mengyapmiz begim. Meningcha ular Savr tig'i tarafga mangandek qiladi. Undaqda biz mu Savr tig'i tarafga qarab ilgirlayli. Rasululloh, sen Allohning eng go'zal shahri. Agar majbur bo'lmagan bo'lsa, sendan ayrilmaydim deginicha Makka shahridan majbur holda ayrildi. Payg'ambar alayhissalom oqilona bir plan tuzdi-da, Udul Yasrib shahriga qarab yo'l oldi. Makkaning g'arb tarafiga burilib, Abu Bakr raziyallohu anhu bilan birlikda Savr tig'idagi bir g'orda 3 kun yoshirundi. Bu vaqtda Abu Bakrning qizi Asma ularga oziq-tulik akab berdi. Abu Bakrning o'g'li Abdullah yo'lda kuzatchilik qilib, ularning peyiga tushganlarning bar yo'qligiga diqqat qilib turardi. Chunki bexatarlik uchun mushundaq qilish bakli muhim edi. Ey Muhammad, chiq bizga ko'rin. Seni Makkaga tirik ep ketimiz. Muhammad, qayerga yushirib olding? Darhol chiq. Begim, mal ömchikning to'riga qarab baqsila. Faqat buzilmabdi. Mavu kaptarning uvusimi shu peti turibdi. Ularning bu yerga kirishi mumkin emas. Abu Ahrob, uning bu yerga yushirni bilishi mumkin emas. Ondaqda Yasribning shimoliga qarab mangayli. Ular Allohning qudrati bilan qutuldi. Abu Bakr raziyallohu anhu payg'ambarimizga mundoq dedi: Agar ulardan biraylan bishini shundoq ko'tarib qargan bo'lsa edi, bizni ko'rib qolgan bo'lardi. Payg'ambarimiz uningga javoban: "G'am qilmag'in. Alloh haqiqatan biz bilan billa" dedi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Neymiş kıyın kiyimlerimni giyme? Öygü mihman gelemdi. Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam şehrimizge kelwatıdı. Tez onu karşılışık çıkaylı. Şəhərdəki musulmanlar xoşallıqdan hayacanlanğan halda Peyğəmbər əleyhissalamның kelişini töt göz bilən kütüb atatdı. Bu vaqtda Peyğəmbərimiz ularның şəhəriga qarab kelib atatdı. Qaranglar, ana kelyapti. Yo'lni ko'rsatib qo'yayli. Ana qarang, ana peygamberimiz geldi. Merhaba, hoş gelipsiz. Ey Resulullah, sizni qarshi olamiz. Saq-salomat kelganingiz uchun Allohga shukr etamiz. Siz mening uyimda tursiz. Mening uyim Yasribdagi eng yaxshi uy. Mening uyimga kelsingiz. Yo'q, ey Rasululloh. Bizning uyga boraydi. Biznikiga boraydi. Yo'q, biznikiga. Payg'ambarimiz o'zi xohlagan holda aranglardagi birining uyiga bormaydi. Chunki u biringlarni yana biringlardan ustun ko'rmaydi. Uning so'ziga quloq solayli. Payg'ambar alayhissalom nima desa, shu bo'yicha ish ko'rayli. Ey xaloyiq, quloq solinglar. Payg'ambar alayhissalom deydiki, to'ygini o'z ixtiyoriga qo'yib berayli. Men shunday qilishga buyurildim. To'xtanglar, to'ygini qo'yib berayli. To'yga qayerga cho'ksa, shu yer payg'ambarimizning masjidi ham uyi bo'ladi. To'yga nerede to'xtaydigan? Hayır, to'xtaydigandir. To'yga to'xtadi. Bu yer Payg'ambar alayhissalomning uyi bilan masjidi bo'ladi. Bova, Peygamberimiz uyi bitib bo'lguncha kimning uyida turdi? Deb beringchi. Abu Ayyub Ansarining uyida mehmon bo'ldi. Madinalik musulmonlar shahriga payg'ambar kelganligi uchun bek xo'shal bo'lishgandi, bova. Shundoq o'g'lim, payg'ambar alayhissalomni Madinalik 500 musulmon kutib oldi. Bu haqda Bara raziyallohu anhu mundoq deydi.
Shahar aholisining bundoq xushal bo'lganligini umrimda ko'rmagan edim. Ular payg'ambar alayhissalomni ko'rib bak xushal bo'lishdi. Mushriklar payg'ambarimizning Madina shahriga sog'-salomat yetib borganligini bildimi? Bolarim, Alloh xolisa bularni sizlarga kelar qitim deb beray.